Hurmatli aka-uka parvozlar, yangi ishqibozlar, mana bilmaganlar bilib olsin. Jo'jani bomba yemi juda chiroyli, go'zal katta qiladi, polpoq qilib, polvon katta bo'ladi. Jo'jalar sog'lom, kasal bo'lmaydi. Yaxshi hazm bo'ladi. Mana bu oqi, bu Makkani mayda uni. Mana bu aralashma. Ichida hamma vitaminlarga boy. Mana bundan 2 gram qo'shiladi, mana yaxshilab ko'rib olinglar. Sog'lom, bu kasal bo'lmaydi, vitamin. Mana bu karakunjut yog'i, bu toza o'sha zaytun yog'idan bundan ham bir 5 gram qo'shiladi, 5-10 gram qo'shilaveradi. Bir kesa mana bu aralashma, hamma vitaminlar bor, bu bozorda hamma don mahsulotlarda sotadi. Bundan bir kesa qo'shib 4 dona tuxum chaqiladi bunga. Mana juda chiroyli effekt bo'ladi. Jo'jani 60 kun, 70 kun davomida endi boqiladi. Tuxumlarni chaqib, qo'l bilan yaxshilab qorishtirib, aralashtirib, juda iligi to'lib, to'shi to'lib, juda chiroyli aka-ukalar, mana jo'jalar yeyishni boshladi. Juda ichagini baquvvat qilib, juda chiroyli rivojlanib katta bo'ladi, polvon bo'lib. Shu 2 oylik paytida shu 3 oylik jo'jalar bilan bo'ylashaveradi. Jo'ja vaqt sirlari. Mana bularimiz polvonlarimiz, hamma yo'qda. Tovuqdan beparasot narsa yo'q. Hamma yo'qlarni rosa vaqt tashabdi. Jo'jalarimiz. Mana bu yerda. Mana qayt. Jo'ja baqsizlari. Buni tartibida Makka jo'xori shu uni bor, aralashma 4 ta tuxum chaqilgan, zaytun yog'idan hammasidan berilgan. Jo'jalar polvon bo'lib yaxshi rivojlanadi. Yotariga ertalab berilsa, juda chiroyli katta bo'laveradi.